Bir kishi shityoqlardan kiyilib karvonsaroyga tushgan. Saroy xo'jasi anga osharga bir tovuq, 2 ko'kay, yorti ekmek bergan. İkinci kunni ketar oldidan ol xo'jaga hisob-kitobni men aylanib kelgach uzarmiz deganda ketib de borgan. 3 oydan so'ng tigi kishi aylanib kelgan. Bu yo'lida xo'jaga bir tovuq, 2 ko'kay bergan. Erta bilan yo'lchi hisob-kitobni o'zik, men senga ko'pmi tegish deb so'ragan. Saroy xo'jasi bizning hisob-kitob ishlari biroz qatlovliroq bo'lacak. Sen menga 200 so'm ақша to'ladi, yo'lingda bo'l. Anlari bu yoqlarga tag'in kelib chiqarga to'g'ri kelsa, o'zima tusharsan degan. Yo'lchi obtirab, sen narsa? Aqlingni yozdingmi? 2 tovuq ham 4 ko'kay uchun 100 so'm ақша, bir ot bayasi so'raysan ish degan. Qamsiz xo'ja javobini topgan. Men senga bizning hisob-kitob qatlovliroq bo'lar dedim ish. Agarda bundan 3 oylik sen mendan tovuq olib oshamagan bo'lsang, o tovuq kun sayin bir ko'kay solgan bo'lar edi. Demak, oyina 30 ko'kay degan so'z. Endi o ko'kaylardan shebi chiqarsang, 30 shebi chiqqan bo'lar edi. Onlar o shebilar tovuq bo'lib o'sarlar edi de, o'zlari ko'kay solgan bo'larlar edi. Ko'rasizmi? Mening tovuğumni oshab sen meni ne qadar kirimdan mahrum etding deb anglatgan. Ular arasındagi bahs uzoqqa so'zilgan hamish qoziga borib yetgan. Tovuq sotuvchi qoziga dalil chiqaruini sezdirib, yo'lovchidan ko'proq ақша olib qoluvi turunda qozi bilan сөйләшеп de qo'ygan. Rishvat yaratuvchi qozida tigi kishi 200 so'm to'larga tegish degan hukm chiqargan. Shundan so'ng yoshi kishilar yo'lchiga Xo'ja Nasriddinga murojaat etarga kengash berganlar. Tovuq oluvchi uning uyine borgan. Xo'ja sud ishlarini yaxshi bilar ekan, ol 3 kundan so'ng ishni yangidan qaratuga erishgan. 3 kun o'tgan, lekin Xo'ja Nasriddin sudga belgilangan vaqtdan so'ngroq kelgan. Qozi ashullanib, ne ishlab so'nga qolding degach, xo'ja kishiguvin bulay anglatgan. Shu vaqti jetabit. Shasharga degan budoy urlig'im pishib jetmay turdi. O'tinam bir kishi edi shu. Pishirib, bo'rttirib shashan bitmay urliqni deb javob bergan. Qozi, hay divana, pishgan budoy teshilib chiqamisan deb xo'jani misqillarga tilagan. Lekin xo'ja da javobsiz qolmagan. Hay aql egasi, qazdirilgan tovuq ko'kay solamısın? Pishgan ko'kaydan shibish chiqamısın? Siz bet shulay degan bo'lib, yiroqdan kelgan kishidan 2 tovuq uchun 200 so'm ақша olib, kishini aldamoqchi bo'lgansiz degan. Shulay aytib xo'ja qozini uyaltgan, ham sud hukmin yo'qqa chiqartgan. Ayolchi xo'jaga rahmat aytib, tinchlanib qaytib ketgan. Ey siklatash, nindi motor sayraysan. Sen ko'kijon, begrak mungli, begrak ko'ngilli jurlaysan. Senday sayrovchi butun dunyo o'rmonlarida da bo'lmas. Ah siklatash, sening jirlovini o'lgancha tinglab qina turar edim. Ko'kijon, mana billahi ant etib aytam, agar sen sayrovdan to'xtasang, tag'in qachongina sayray boshlarmikan deb kutaman. Menimcha sening tovushing yonida sanduq och tovushi butunlay yo'qoladir. Bilmayman, ijmoq qushlarini senga par bo'la olirlarmikan. Bu maqtashuni shitdan tinglab turgan shipshiq atashning tovushini bo'lib, siz do'stlar bir-biringizni bek maqtashasizda. Musiqangizda olg'a ketish hech yo'qdir deydi. Nishin ko'ki atashni maqtaymi? Atash ko'kini maqtaganga. Ammo xoliq maqali yo'laga yo'lda maqtar, ortda sugardi. Shunasini da unutmoq kerak.